Badr g'azoti va Uhud g'azoti oraliqidagi harbiy faoliyatlar. Badr g'azoti tarixda musulmonlar bilan mushriklar o'rtasida elib berilgan tunji qurolliq to'qinish. Shundaqla musulmonlarning mutlaq ustunligini egallaganligini butun arablarga e'tirof qildirgan bir qitimliq hal qilg'uvchi jang maydoni bo'ldi. Bu jang maydonidagi g'alba mevasidan shumliq his qilg'uvchilar yanala janggohda talofatga yo'liqqan mushriklar va yoki musulmonlarning izzat va g'albisini o'zlarining diniy va iqtisodiy tomiriga urilgan o'tkir nashtar deb qaraydigan yahudiylar bo'ldi albatta. Shunga bu ikki sinf dushman kuchlar shu kundan e'tiboran musulmonlarga qarta g'azab o'tida lavuldab kuyib, dard alam cho'g'larida yumulinishga boshladi. Allah bu haqda mundoq dedi: Ey Muhammad, Yahudiylar va mushriklarning mu'minlarga hammadan qattiq dushman ekanligini cho'qim bayqaysan. Qur'oni Karim Sura Maida 81-oyatning bir qismi. Madina ichida bo'lsa, shu ikki sinf dushmanning Abdullah ibn Ubay boshchiligidagi bir turkum o't quyruq xalchilari bor edi. Ular vaziyatning taqozosi bilan musulmon bo'lib qo'ygan bo'lib, bularning islom diniga tutgan pozitsiyasi oldingi ikki sinfnikidan hargiz qilishmaydi. Bu yerda yana 4-turkumdagi bir firqa qora kuchlarmi xavf bo'lib turmoqda edi. Ular Madina atrofi rayonlariga o'ltiraqlashgan badaviy arablar bo'lib, ularning iymon, kufri deganlar bilan kori yo'q. Ular faqat bulash-talash va qaroqchilik qilishga odatlangan. Shunga ular musulmonlarning bu g'albisini ko'rib, sarosimaga tushdi va Madinada kuchlik bir davlat qurilib qilib, o'zlarining qaroqchilik va bulangchilik bilan turmush kechirish yo'lini to'sib qo'yishidan ansirab, musulmonlarga o'chmanlik qilishga boshladi. Hatto amaliy dushmanlashish maydoniga o'tdi. Xo'sh, mana mushundaq har xil xavf-xatarlar musulmonlarni har tarafdan qo'rshovga oldi. Lekin bu sinflarning tanlagan yo'li bir-biriga o'xshamaydigan bo'lib, har bir firqa o'zlarining nishon maqsadlariga yetish uchun o'ziga xos bir xil yo'l va bir xil maslakni tanlagan edi. Madina ichidagi munofiqlar ko'rinishda islomni izhor qilib, ostiritdan islom diniga qarshi suiqasd, hiyla-makr, qutratquliq va ig'vogarchilik harakatlari bilan shug'ullanayotgan bir paytda bir bo'lik yahudiylar qasdanga o'chakishib, dushmanlashish va qarshilashish yo'lini tutdi. Makka doirlarimi keng ko'lamda hujum qo'zg'ab, intiqomimizni olamiz deb davrang selib, umumyuzlik urush tayyorligi chaqiriqini e'lon qildi hamda musulmonlarga jahon bir kun bizga qilur oldini, yovlar bizning ayvimizdan izdar daldini deb yozdi. Amaliyotda ular Madina tavasiga keng ko'lamda hujum qo'zg'ab, bostirib kelib, tarixdagi Uhud urushini qo'zg'adi. Uhud urushi musulmonlarga nisbatan ta'siri intayin yomon bo'lgan bir maydon jang bo'ldi. Musulmonlar mana mushundaq xavf-xatarning oldini olish uchun ajoyib muhim rollarni o'ynadiki, buningda Rasulullohning yuksak harbiy qo'mondonlik qilish talanti, siyosiy masalalarga nisbatan yuqori sezgirligi va mushu xavf-xatarlarni yaxshi bartaraf qilish uchun dono tadbir qo'llanadigan o'tkir aql-farosati yana bir qatim namoyon bo'ldi. Tövəndəki qurlar şunun kiçiklatilgan tasvirlaridir. Quloq solg'aysiz. Banu Sulaym g'azoti. Rasululloh Badr g'azotidan qaytib kelib, G'atafbon qabilasining Banu Sulaym jamoatining hujum qilish uchun kuch tashkillayotganlik sababidan 200 otliq qo'shin bilan ular to'planayotgan yerga ushtum-tut bostirib bordi va Kedir degan joydagi qarorgohgacha ishkirlab kirdi. Bu chaqda Banu Sulaym xalqi yayloqdagi 500 dak to'ga chorvalarini tashlab, olli burun jinini joylab tikib yetishgan edi. Shuning bilan bu mollarga Madina taraf ig'dorchilik qildi va uningdan 5 dan birini ayirib bo'lgandan keyin qo'shin ichida taqsim qilib berildi. Har bir jangchiga 2 dan to'ga tekkan edi. Rasulullohga Yasar ismli bir qo'l taqsim bo'lgan bo'lib, Rasululloh uni ozod qilib etdi. Rasululloh bu yerda 3 kun turgandan keyin ondan Madinaga qaytdi. Bu g'azot Hijriyaning 2-yili Shavvol oyida elib berilgan bo'lib, Badr urushidan qaytib kirib 7 kundan keyin bo'lgan edi. Rasululloh o'rniga Madinada Siba ibn Arfatani qoldirgan. Yana bir so'zda Abdullah ibn Maktumni qoldirgan deyiladi. Amalga oshmagan suiqasd.
Mushriklar Badr vaqasida fojialik mag'lubiyat yo'liqqanlikdan g'azab o'tida taraslab kuyayotdi. Gül Makka Rasulullohga qarta qozonda qaynamoqda edi. Oxiri Makkaning qaram talvillaridan ikki nochi bularni bu jangicha xo'rliq va or-nomusga qo'ygan Rasulullohni o'jiqlari o'tishni planladi. Uning jarayoni mundoq bo'ldi. Badr vaqasidan ozg'inidan keyin Umayr ibn Vahabil Jumahi Saffon ibn Umayya bilan Ka'baning Hijri degan yerda o'ltirib, kechlik parang'i tushdi. Umayr Rasulullohga to'la aziyat yetkazadigan o't quyruq shaytonlardan biri edi. Uning o'g'li Vahab ibn Umayr Badrda musulmonlarning qo'liga asirga tushib qolgan edi. Shunga ular parang davomida Badr fojiasini va quduqqa tashlab ko'mitilganlarning echinishli ko'rinishlarini eslashdi. Saffon ibn Umayya mundoq dedi: "Azbiroyi Xudo, bizning hayot qolganimiz cho'qim yaxshi bo'ldi." Uningga javoban Umayr ibn Vahab: "Rost aysan, ilohim, men qasam qila olmaymanki, navoda mening zimmamda nurg'un qarzlarim bo'lmagan, ham bola chaqinlarimning xoni vayron bo'lib ketishidan ansirmagan bo'lsam, men Muhammadning qishig'i berib, uni o'ltirib bo'latdim. Chunki mening ularning oldiga berishimga to'liq bahonam bor. O'g'lim ularning qo'lida asorat turmoqda," dedi. Bu chaqda Saffon bu oltin fursatni g'animat bildi-da: "Undaq yaxshi niyating bo'lsa, qarzlaring mening oldimda qolsin. Uni men ado qilib o'tay. Bola chaqonga kelsak, uni men o'z bola chaqinlarimga o'xshash ko'ray yoki ularga mangulik otadorchilik qilay. Ularning har qanday ishi mening zimmamga qolsin," dedi. Shuning bilan Umayr uningga: "Undaq bo'lsa, bu ishni qat'iy sir tutqin. Vujudga chiqquncha ikkimizdan o'zga insi jin uqmasin," dedi. Saffon: "Albatta shunday qilaman," dedi. Ular bu suiqasd planini intayin maxfiy ravishda puturgandan keyin Umayr qilichini alohidan jekilab chaqlatdi va kuchlik zahar bilan sug'urib qiyniga soldi. Ondan yo'lga chiqib, un-tinsiz safarini davomlashtirib, oxiri Madinaga yetib keldi. Umayr Madinada Udul Masjid Nabaviyning oldiga berib, masjid darvozasi oldiga to'gisini cho'ktirib o'tdi. Uni Umar ibn Xattob ko'rib qoldi. Bu chaqda Umar bir bo'lik musulmonlar bilan jang va jihad haqida paranglashib o'tdi. Xudoning dushmani it Umayr cho'qim yaxshi niyat bilan kelmadi, dedi. Ondan Rasulullohning qishig'iga kirib: "Ey Rasululloh, Allohning dushmani Umayr qilichi esig'liq kepti," dedi. Rasululloh: "Uni mening qishimga boshlab kirgan," dedi. Uninggacha Umayr Rasulullohning uyiga mang'an edi. Umar uningga qilichini tanglab to'xtatib qo'ydi va Ansori yigitlardan bir qanchaylanga: "Sizlar Rasulullohning qishig'iga kirib turinglar va bu xabisdan paxas bo'linglar. Uningdan amin bo'lg'ili bo'lmaydi," dedi. Ondan uni Rasulullohning oldiga ilib kirdi. Umar texcha uning gajgisiga qilichini tanglab turardi. Rasululloh uni ko'rib: "Uni qo'yib, ey Umar. Umayr, sen yaqinroq kel," dedi. Umayr Rasulullohga yaqin kelib: "Xayrli sahar Muhammad," dedi. Rasululloh: "Ey Umayr, Alloh bizga sening bu salomingdan yaxshiroq bir salomni iltifot qildi. Assalomu alaykum. Bu jannat ahlining salomidir," dedi. Ondan uningdan "Nima deb kelding?" deb so'radi. Umayr: "Sizlar tutib turayotgan shu asrni deb keldim. Uningga ihson qilib qo'yvatsanglar," dedi. Rasululloh: "Undaq bo'lsa, yeningga qilich esib kelganingning nimasi?" deb so'radi. Umayr: "Mundaq qilichlarni dod besib ketgay ilohim. Bu qog'ish takkur qilishlar bizga nima qarg'a keldi?" deb javob berdi. Rasululloh: "Rost gap qil. Zodi nima deb kelding?" degan edi. Umayr: "Rost aytdim. Men faqat mush ish uchun keldim xolos," deb turib oldi. Rasululloh: "Undaq emasdi. Balki sen Saffon ibn Umayya bilan hijrda o'ltirib, Badrda quduqqa tashlab ko'mitilganlarni eslashgansan. Ondan sen gadidimdan qarzim bo'lmagan bo'lsa, kichik bolalarimning xoni vayron bo'lib ketishidan qo'rqmagan bo'lsam, albatta Madinaga berib Muhammadni o'ltirayotgan bo'latdim degansan. Shuning bilan Saffon meni cho'qim o'ltirib o'tish sharti bilan sening zimmangdagi qarzingni va bola chaqinlaringning nafaqatini ustiga olgandi.
Ondan sen ko'nglingni tindirib bu yoqqa kelgansan. Bilib qo'yginki, Alloh sizlarning 3-shaxs uqmagan bu sirlaringlarni menga yetkazib qo'ydi, dedi. Umayr bu gaplarni anglab bir hazo turib ketdi. Ondan Rasulullohga qarab: "Ey Muhammad, men sening Allohning payg'ambari ekanligingga endi iqror qildim. Ey Rasululloh, sen bizga yetkazgan Allohning vahiylarini yolg'on deb inkor qilib ketganman. Bu qatimqi ishimizni men va Saffondin o'zga insi jin uqmagan edi. Endi bildimki, buni sana cho'qim Alloh xabar qilib qo'yibdi. Xudoga shukr, u meni islomga hidoyat qilibdi va meni mushu yerga o'zi so'rab elib kelibdi", dedi. Ondan kalima shahodat aytib, Rasulullohning oldida musulmon bo'lganligini jakarladi. Rasululloh: "Bu qarindishinglarga dindan ta'lim beringlar, Qur'on o'qitib qo'yinglar va asrini qo'yib beringlar", dedi. Ammo Saffon ibn Umayya Makkada Badr fojiasi tilga ilinsila, ig'zini tatliq qilib, to'liq ishonch bilan "Oz qoldi. Bugun yoki ata Badrdagi qonliq ar-nomusni oqlaydigan bir xush xabar yetib keladi", deb ularga tasalli berdi. Kishilar buning nima gap ekanligini so'rasa, "Bo'lganda ko'ringlar, hozir vaqti emas", deb ularni taqazzolikda qo'yatdi. U kunlarning o'tishi bilan hech xush xabarga ega bo'la olmagandan keyin shimol tarafdan kelgan karvonlardan Umayr to'g'riliq xabar egalladi va o'tgan kechganlardan so'rashga boshladi. Oxir bir kuni Madina tarafdan kelgan bir yo'lovchi Umayrning musulmon bo'lib ketganligini va kecha kunduz masjiddan chiqmay ilm ma'rifat o'rganayotganligini xabar qildi. Saffon buni anglab, uningga mangu gap qilmaslikka va abadiy naf yetkazmaslikka qasam ichdi. Ozroqdan keyin Umayr Makka ga qaytib kelib, kishilarni islom diniga da'vat qilib turib qoldi va uning qo'lida nurg'un xalq musulmon bo'ldi. Da'vat yo'li to'silganda kafirlarga qilich bilan urush ochgan Rasululloh. Ushbu yo'lda qini aqan tuproqlarga japa chekkan bu din uchun Rasululloh.